bosh og'rig'ini uy sharoitida dorilarsiz 5 minutda davolash. Buni videoni oxiriga ko'rsanglar, men ko'rsatib beraman. Bu narsa 30 yildan beri ishlayapti meni faoliyatimda. Men o'sha Tibetda yurganimda ustozlarim o'rgatishgan. Mana oddiy. Mana ikkita barmog'ingizni shundan olasiz, mana shu chakkangizga shunday qo'ysangiz, ikkita chuqurcha nuqta bor. Shu yerda mana. Kim bilandir asabiylashdingiz, kim bilandir asabingiz buzilyaptimi? Yoki davleningiz, qon bosingiz oshib sekin mana gladki yumshoq 60 sekund bir tomonga qilamiz, 60 sekund. Keyin yana ikkinchi tomonga 60 sekund qilamiz. Yumshoq gladki. Shuni demak 3 minut davomida qilasiz. Ham qon aylanish yaxshi bo'ladi. Davleningiz 20 taga kamida tushadi. Bu ishlayotgan rabochiy. Inshaalloh 30 yildan beri odamlarga ko'rsatganmiz, tushuntirganmiz. Ko'p insonlar foydalanishyapti. Shuni o'zingizlarda tajribada ishlatib ko'ringlar. Dorisiz, tabletkasiz inshaalloh bosh og'rig'ingiz qoladi.